Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz uglerod mavzusi. Uglerod ruscha uglerod ko'mir tug'diruvchi atom raqami 6 bo'lgan kimyoviy elementdir. Uglerod S belgisi bilan ifodalanadi. Qadimdan ma'lum. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 6, atom massasi 12, normal sharoitda uglerod qattiq. Rangi grafik holda qora, olmos holida rangsiz. Klassifikatsiyasi metallmas, elektromanfiyligi 2,5, qaynash temperaturasi 5100 kelvinni tashkil etadi yoki 4827 Selsiyda. Erish temperaturasi 4908 kelvin yoki 3825 Selsiy. Zichligi 2,267 gram taqsim santimetr kub. Grafit bo'lsa, olmos bo'lsa 3,513 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Uglerodni kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, uglerod kimyoviy belgisi S, tartib raqami 6, nisbiy elektromanfiyligi 2,5, atom massasi 12, elektron konfiguratsiyasi 2s2 2p2. Endi bu yoqqa tasvirga keladigan bo'lsak, uglerod allotropiyalardan biri bu olmos. Rasmda Venesuelada topilgan olmos bo'laklari ko'rsatilgan. Vazni 0,1 gramni tashkil etadi. Atom tuzilishiga keladigan bo'lsak, uglerodda yadrosida 6 ta protoni bor, 6 ta neytroni bor va atrofida 6 ta elektron harakatlanadi.